Rossiya qo'shinlari NATO samolyotlari joylashgan Ukraina aeroportiga zarba berdi. Ukraina ogohlantirdi. Agar Xitoy to'xtamasa, sanksiyalar to'lqini boshlanadi. 3-jahon urushi bo'lmaydi. Tramp uni tuzatishga kirishdi. Maxsus harbiy operatsiya barcha maqsadlarga erishguncha davom ettiriladi. Peskov. Qattiq mehnat qilib, turli sinov va mashaqqatlardan o'tib bormoqdamiz. Tramp hammani aldadimi? Hindiston u Modi bilan gaplashganidan bexabar. Dunyo yana larzaga kelmoqda. Isroilning urush bayonoti Yaqin Sharqni titratdi. Rossiya qo'shinlari NATO samolyotlari joylashgan Ukraina aeroportiga zarba berdi. Rossiya qo'shinlari NATO samolyotlari joylashgan Krivoy Rogdagi harbiy aeroportga hujum qildi. Bu haqda RIA Novostiga Nikolayev yashirin xizmati koordinatori Sergey Lebedov ma'lum qildi. Portlashlar soni qariyb 15 ta bo'ldi. Shahar shimolidagi Lazavatskiy tuman aerodromi hududida 5 ta samolyot, jumladan NATOga tegishli samolyotlar saqlanadigan joylarda kuchli yong'inlar kuzatildi. Shuningdek, u yerdan Rossiyaning janubiy hududlariga, Qrim, Krasnodar o'lkasi va Rostov viloyatlariga dronlar ommaviy ravishda uchirilayotgani ma'lum dedi u. Shuningdek, bir nechta qurol-yarog' omborlari joylashgan yirik temir yo'l markazi ham zarbaga uchradi. Ukraina rasmiylari Krivoy Rogda kechasi havo trevogasi fonida 10 dan ortiq portlashlar sodir bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina ogohlantirdi. Agar Xitoy to'xtamasa, sanksiyalar to'lqini boshlanadi. Rossiya Ukrainaga qarshi urushni faqat Xitoyning qo'llab-quvvatlashi tufayli davom ettirish imkoniyatiga ega. Bu haqda Ukraina prezidenti ofisi rahbari maslahatchisi Podolyak ma'lum qildi. Podolyakning so'zlariga ko'ra, Pekin o'z siyosiy ta'sirini kuchaytirish uchun Moskvadan foydalanmoqda. Bu ayanchli oqibatlarga olib keladi. Afsuski, dunyo beqarorlashadi. U allaqachon tartibsizlashgan, beqarorlashgan va Rossiya bunga katta hissa qo'shishni davom ettirmoqda. Birgina Xitoy resurslari hisobiga Rossiya buni amalga oshirmoqda, dedi prezident ofisi maslahatchisi. Uning aytishicha, Xitoyga nisbatan puxta o'ylangan siyosat yuritish lozim. Agar Pekin vaziyatni keskinlashtirishni to'xtatishga tayyor bo'lmasa, u holda Ukraina unga qarshi qat'iy maksimal darajada cheklovchi sanksiyalar joriy etishi mumkin. Xitoy yoz oylarida optik tolali dronlarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asosiy komponentlar eksportini keskin oshirib, Rossiyaga sezilarli yordam ko'rsatdi. Bu haqda statistik ma'lumotlarga tayanib Washington Post xabar bergandi. Ma'lum qilinishicha, bu yordam Ukraina mudofaasini front chizig'ida bostirishga imkon bergan. Gap optik tolali kabellar va litiy-ion batareyalar eksporti haqida ketmoqda. Rossiya va Xitoy ishlab chiqaruvchilari o'rtasidagi yaqin hamkorlik Moskvaga urushda muhim ustunlik bermoqda. 3-jahon urushi bo'lmaydi. Tramp uni tuzatishga kirishdi. 16 oktyabr payshanba kuni Oq uyda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Tramp Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi global mojaroga aylanib ketishiga yo'l qo'ymasligiga ishontirdi. Menimcha, bu 3-jahon urushiga olib kelishi